qaraylik. Mana shu yozuvi toqish har bitta erkak kishining o'g'il bolani orzusi hisoblanadi. Hammaga nasib qilsin, hammani yetkazsin shunaqa kunlarga. Assalomu alaykum. Men bugun tog'am tug'ilgan kunlari yaxshi niyatda bular tog'achilarning o'g'illari dadalariga mashina sovg'a qilamiz deb yaxshi niyatlar yurishadi. Hamma farzandlarga nasib qilsin bunaqa vaziyatlar, bunaqa onlar. Chiroyli mana mashina olishibdi. Buni hozir bandchilar bilan bezatib olib topshiramiz. Bu yoqda endi dadalarning xabarlari yo'q. Xudo xolasa mana yangi Kia. Qanaqa modeli bu? Kia Seltos degan model. Chiroyli mo'jizasi qaraylar. Yangi salondan chiqqan. Hammaga nasib qilsin. Hozir borib emotsiyalarni ulashamiz. Hamma negativchilarga, o eskisi bu. Hamma o'g'illarga nasib qilsin, otasiga shunaqa sovg'alarni berish, qaranglar. Paytida otalarimizni juda kuydirganmiz, sho'g'lik qilganmiz, yoshlik davrlarida hammasi quloqsiz bola bo'lganmiz. Mana endi farzandlar rohatini ko'rsagan paytlar keldi, xudo xohlasa. Hammalarini chet ellarga jo'natib, bundan-da zo'r mashinalarni berib, xudo xohlasa. Canım atam anam hey ha Mihribanım dedem Dünyada yok sizlik adam Canım atam anam hey ha har bir lahzada eslayman sizni dada Kezdim dunyo bo'ylab yaxshi amal o'ylab sog'inaman tarbiyangiz dada O'tgan har bir lahzada eslayman sizni dada Kezdim dunyo bo'ylab yaxshi amal o'ylab sog'inaman tarbiyangiz dada Endi sovg'ani egasiga topshiramiz. Hozir dadalarimiz daryo bo'yiga daychaga dam olgani kelishib olgan ekan. Endi shu joyga kelyapmiz. Endi xudo xolasa shu joyga o'zida chiroyli qilib topshiramiz. Bu yoqda ham o'zimizga qarashli daycha bor. Shu joyga joylashib olishibdi, dam olyapti. Böyle daryo bo'yida. Hammaga nasib qilsa shunaqa kunlar, qaranglar, emotsiyalarni tog'am bo'lishadi. Tabilaymiz. Buyurmasın. Buyursun. Buyursun. Baxtım yomon bo'lgan sizlar. Topgan baraka bersin. Onu farzandlaringizni uzoq bo'lsin. Onlara yaqin seni ko'zga rostim desam ojizman sizga qadah tutar yoshlola gul otam bugun siz tug'ilgan kun Tabilaymiz. qadah tutar yoshlola gul dedam bugun siz tug'ilgan kun Baxtimga omon bo'linglar. Ahli yo'qolmasin. Aka, taxmin yapar. Shunday farzandlaringiz bor ekan, mana 70 yoshingizda o'g'illaringiz dadamga deb mana, dadamga deb sovg'a qilishyapti. Qanday baxtli insonsiz. Bunu 70larga kirganingizda ham shunaqangi tadbirlarda o'tkazib, xursandchilik tadbirlar, to'ylar, dasturxonlarda qo'yib yuravergan. Biz ham yeb ichib yuraveraylik. Aytganingizga Yıvarı baxt qamanı görüyoruz. Şu kursan balamanki umur uzoq bo'lsin. Umrlar ochiq bo'lsin. Meni baxtim uzoq umrlar ko'rgan bo'lsin. Nimaga yaxshi narsa biz javob beramiz. Rahmat sizlarga. Emotsiyalar qalay? Aha, zo'r. O'tgan har bir lahzada